ikkita porti bor, ikkita iPhone bor, ikkita Type-C ketadigan shunur joylari bor. Adaptivniy matrichniy ksenonoy fara. Suvarka qitaylaydi oldi farasi, ближнийsi suvarka qitaylay oldidan bironta mashina o'talmaydi. Многоцветная внутренняя подсветка salona. Ichkari akras полный salon подсветка bu yotibdi. Svita muzika bu yotibdi ichida. Elektropривод зеркал с подогревом, памятью, автоскладыванием. Ya'ni, boyagi bakoychalar o'zidan o'zi qaytib joyiga keladi, datchikchalar ham avtomatik o'zidan o'zi yomg'ir yog'sa o'zi ishlaydi. Mashinani yopsangiz o'zi qaytib qoladi joyiga. Двухзонный klimat kontrol. Bu ham shunday gap. Teplovoy nasosi ham bor buni. Elektropривод rulya памятью, подогревом. Rulni qizdiradigan, sovutadigani bor. Qishda rul sovib qolsa, bosasi rulni qizitib beradi. Issiqqa rulni ushlab haydab ketaverasiz. Sistema proyeksionного displeya, дополнительной реальности 3D ko'rsatadi. Ya'ni o'sha monitori 3D ko'rsatadi. Sizga oddiy televizor emas, 3D bir yo'lbars chiqib kelayotgan bo'lsa, mashinada ana shu monitordan chiqib ketgidek bo'ladi mana bunday qilib. Sistema сидения первого ряда вентиляции массажем. Massaj ham bor ekan. Shopir massaj qilib ketaverar ekan mana bunday qilib, ventilatsiya orqani shamollatib ketaverar ekan. Elektropривод сидения второго ряда подогревом. Orqadagi odamlarni ham polni isitib sovutib ketaveradi. Massaj qilib ketaveradi. Hammani massaj qiladi. Распознавание лица. Shunday kirasiz, sizdan boshqa odamga mashina zavodi bo'lmaydi. Ko'zni nuri bilan zavodi bo'ladi bu. Shunday mashina ekan. Qarang bu mashinada zikrni qandayligini. Kalit yo'q bunda, pult ham yo'q, kalit ham yo'q. Shunday mashinaga kirasiz, rulga o'tirasiz. Mashin ko'zingizdan aniqlaydi, sizmi, sizmasligingizni. Bo'ldi, siz bo'lmasangiz, shopir bo'lmasangiz, yo'qmasa ana u dovereniz bo'lmasa shu odamda, ya'ni ishonchnoma bo'lmasa u mashina yonmaydi. Kimda ishonchnoma bo'lsa u yonadi, kimda mashinning egasi bo'lsa mashina yonadi. Ko'zingizdan qarab zavodi bo'ladi. Распознавание list deb shuni aytadi. Aroq ichsangiz mashina zavodi bo'lmaydi, aytib qo'yay. Ichib turib mashinaga haydayman deb ovora ham o'tirmang, farasi ham yonmaydi, mashina zavodi ham bo'lmaydi, aytib qo'yay. Устройство ароматизации автомобиля. Buni bilmayman nima. Aromatizatsiya degani xushbo'y gullar hidi kelib turadi deganimi endi. Aromatizirованный avtomobil deydi-yu. Xullas, monaka. Shu mashinani men sizlarga ta'riflab berdim. Endi ko'ramiz kimga chiqar ekan. Ana endi qanday bo'ldi ta'riflash? Yaxshilashib bo'ldi. Ha? Monaka. Miltiqni o'g'iday deb bekorga aytmayman-ku, ya. Haqiqatan miltiqni o'g'iday mashin mana shu bo'ladi. Endi bittadan like-ni bosinglar. Shuncha ta'riflab berdim mana mashinni. Buni bir toqqa chiqib obzor qilishim kerak edi. Ayniqsa hozir bugun ko'klam joylari edi. Ko'klam joylarga borib toqqa chiqib obzor qilishim kerak edi, monakay. Oh. Bu mashindan keyin qo'yalamizmi, qo'yolmaymizmi do'stlar? Zakar 001 biz boshladik. Ketdik, davay. Ko'p gap eshakka yuk. Ketdik.